Bugun mahallalarda istiqomat qiluvchi yoshlar o'rtasida sportning para shaxmat turi bo'yicha Davlat xavfsizlik xizmati kubogi musobaqasining Toshkent shahar bosqichi bo'lib o'tdi. Unda Toshkent shahrining barcha tumanlaridan 60 nafar inklyuziv sportchilar ishtirok etishdi. Musobaqa 16 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan sportchilarni qamrab olgan. Shaxmat musobaqasi shvetsarcha tizimda bo'lib, 5 turdan iborat. 5 ta Shaxmat olimpiadasi doirasida ham bu yil mana 14 ta loyiha bo'lgan bo'lsa, shundan bittasi, ya'ni adaptiv sport turlari bo'ladi. Ya'ni 12 ta sport turidan ham bu yana joriy qilingan. Toshkent shahrida 23 ta sport maktablarimiz bo'lsa, sport maktablarimizda o'sha imkoniyat cheklangan yoshlarimizga ham sharoitlar yaratilgan. Bu yerda o'sha para shaxmatda bo'ladimi, boshqa sport turlarida bo'ladimi, g'olib bo'lgan yoshlarimizni ushbu sport maktablariga seleksiya qilinib, ya'ni o'sha sport bilan muntazam ravishda shug'ullanib, kelajakda o'sha paralimpiyada o'sha musobaqalarda hamda Paraosiyo musobaqalarida ishtirok etishga zamin yaratadi. Shaxmat raqib va yosh tanlamaydigan sport turi bo'lib, bugungi turnirda ham maktab o'quvchilari bir xil toifadagi yoshi o'zlaridan ancha katta bo'lgan qatnashchilarga qarshi bahs olib borishdi. Ishtirokchilar o'zlariga qulay bo'lgan sharoitda va ular uchun maxsus ishlab chiqilgan shaxmat taxtalari va donalarida raqobat olib borishdi. Yurtimizda kundan-kun inklyuziv sportchilar harakatini rag'batlantirish va qo'llab-quvvatlash tobora ommalashib bormoqda. Bunga beshtashabbus.uz platformasida ro'yxatdan o'tayotgan sportchilar soni ko'payib borayotgan misol bo'lmoqda. Bu turdagi hududiy musobaqalar qiziquvchilarga raqobat maydonida o'z imkoniyatlarini sinab ko'rish, shaxmat tajribasini oshirishga xizmat qiladi. O'g'il bolalar o'rtasidagi bahslarda Muhammad Sodiqjonov, Azamat Shoniyozov, Sardor Tursunboyev, qizlar o'rtasida esa Iltifotxon Abdulmajidova, Jasmina Qobiljonova, Azizaxon Iskandarova shohsupadan joy olishdi. Aziz Xudoyberdiyev, Behruz O'tkirov, Hasan Abdiyevlar ham o'z yo'nalishlarida eng kuchlilar qatoridan joy olishdi. Ular Davlat xavfsizlik xizmati Toshkent shahar bo'limi tomonidan taqdim etilgan kubok, diplom va esdalik sovg'alari bilan taqdirlanishdi. O'zaro o'yinlar natijasiga ko'ra eng ko'p ochko to'plagan sportchilar o'z toifalarida g'olib bo'lishdi. Bundan tashqari sportchilar para yengil atletika, uzunlikka sakrash kabi 14 ta sport turida bahs olib borishadi. Qo'shimcha qilish mumkinki, 5 tashabbus olimpiadasida ham imkoniyati cheklangan sportchilar uchun alohida musobaqalar tashkil etib kelinmoqda.